Hammamizga ma'lum, yer shari yuzining 70% dengiz suvi bilan qoplangan. Dengiz okean mavjud bo'lganlik uchun hayotiy kuchga to'lgan hayotliq dunyosi borlikka kelgan. Dengiz okean ustida izlanishga kelsak, garchi insonlarning fan texnik saviyasi yaqinqi 100 yildan beri uchqandek taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ammo dengiz okean izchil turda olimlarning hal qilish qiyin bo'lgan bir qiyin masala bo'lib keldi. Bugun Nursunning ko'pchilik elib kelgani dengiz okeanga munosabatlik bir sirliq hodisa, ya'ni dengiz okeanidagi tegi yo'q ong. O'rta dengiz quruqlik tarafidan qorishib olingan ichki quruqlik dengizi. Osiyo, Yevropa va Afrika chegaralanadigan belvoqqa joylashgan. Yer sharidagi eng cho'ng quruqlik oraliqidagi dengiz. O'rta dengizning chetida konkret qilib aytganda, Gretsiyaning Kefaliya orolidagi Ioniya dengiz tavalligidagi Argus porti atrofida zo'r miqdorda dengiz suyini yutib o'tadigan buningdek bir tegi yo'q o'nkir bor bo'lib, uning ismi Katavafis. Bu yerni yanada dunyodagi ajoyib manzar nuqtasi deyishga bo'ladi. Yerliklar bu joydagi normalsizlikni xili burunli bayqagan. Bu yerdagi dengiz suyi dengiz okeandan ichki quruqlikqa qarab oqadi. Bo'libmi dengiz suyi ko'tarilganda bu xil ahvol texmo ro'shan bo'ldi. Ro'shanki bu atrofda bir qism suv tushib ketadigan o'nkirlar bor bo'lib, zo'r miqdorda dengiz suyini yer ostiga sumralaydi. 1835-yili Angliya hukmronlik qilgan mezgilda angliyalik bir boshqar Stevenson bu xil hodisadan foydalanib suv mashinasi tugmani qurib, tugmanda qo'noq uni tortgan. U shu joydagi Gretsiya aholilariga qo'mondonlik qilib to'sma yasagan. Hamda bir qism kichik suv tushib ketadigan o'nkirlarni to'sib, ularning ichidagi bir qadar cho'ng bo'lgan suv tushish o'nkirini kengaytirib, dengiz iqimi unumini kuchaytgan. Bu tugman oldingi asrning 30-yillarida tashlab o'tilgan. 1953-yili Kefaliya orolida 7.17 bal yer tevrab, tugmandagi suv toshish mashinalarini buzg'unchilikka uchratgan. Lekin dengiz suyining ichki quruqlikqa eqish hodisasida o'zgarish bo'lmagan. Kishilar kon tugmanning asli o'rniga yana bir suv toshish mashinasi yasab, sayohatchilarning suv toshish mashinasining asta-asta aylanish yo'linishini ko'zatish orqali bu yerdagi dengiz suyining ichki quruqlikqa qarab eqishni tushunishga osonlik yaratib bergan. Bu xil ahvolni bir mahal hech kim tushunolmaganlikdan tarqalib yurgan gap so'zlar borgan sari ig'irlashgan. Masalan, dengiz suyi yer markazi dunyosiga qarab eqiyotidi, yana toshqi bilan odamni keltirib chiqargan deydigan qiyoslar orqa-orqadan paydo bo'lgan. Tekshirishga asoslanganda bu teg yo'q o'nkirning har kuni yutib o'tadigan dengiz suyining miqdori 30 ming tonna ekan. Bunda ko'p miqdordagi dengiz suyining yo'qolish siri nurg'un ilm-fan atritidagilarni bu yerga kelib izlanishga jalb qilgan. 1957-yili Amerikaning bir tekshirish atriti bu yerga kelib izlanib, ilgari keyin bo'lib tiniq rangli bo'yoq va suvda erimaydigan sulyol donchilarini tövchikka tashlab, bu usullar orqali dengiz suyining eqish yo'linishini to'g'ri farqlantirmoqchi bo'lgan. 40 kilogramlik fluoresin va ushoq donchilar dengiz suyi bilan birga o'nkirga kirgandan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Uning ustiga atrofidami hech qanday iznasini topolmay, oxirida natijasiz qaytishga majbur bo'lgan. Ammo shundaqmi olimlar tegi yo'q o'nkirning shakllanish sababini izlashdan voz kechmadi. Oldingi qatam mag'lub bo'lgandan keyin yana bir tadqiqot atriti 1959-yili va 1961-yili ikkinchi qatam bu yerga texmo a'lolashtirilgan izlanish loyihasini elib kelgan. Ya'ni asosiy tekshirish, analiz qilish usulidan foydalanib, dengiz suyining asosiy tarkibini o'lchagan. Bo'libmi Katavafisni o'z ichiga olgan 200 dan ortiq tegi yo'q o'nkirga bir tutash tekshirish elib bordi. Ko'zatish ko'rsatkichi asosiy dengiz suyining pH qiymati, suv temperaturasi, karbonning miqdori qatorliqlardan iborat bo'lib, bu tegi yo'q o'nkirlar orasidagi ichki bog'lanish va dengiz suyining yo'tkilish harakat qonuniyatini tepishga uringan. O'ylangan yerdan ular haqiqatan yetishga erishidi. Bu 200 dan ortiq o'nkirga dengiz suyining sonliq ma'lumoti chiqqandan keyin tadqiqot kollektivi o'lchab tekshirilgan ko'rsatkichning sonliq qiymatiga asosan, bo'libmi dengiz suyining tuz miqdori yuqoridan tuvanga tartib bo'yicha xarita tutashtirilganda ro'sha yo'linishchanlikqa ega yo'tkilish qonuniyati shakllangan. Bu dengiz suyining yo'tkilishining cho'qim manbasi borligini tushuntirdi. Ya'ni o'xshashlar uning oxirgi nuqtasi bo'ladi. Shuning bilan tadqiqot kollektivi mushu asosda yana ilgirlab izlandi va tadqiq qildi. 2 yildan keyin texmo inchki tadqiqot loyihasi va moddiy ashyolarni elib 3-chi qatam bu yerga keldi. 3-chi qatam kelganda tadqiqot atrofida texmo ko'p fluoresin va indikator moddalarni elib yurgandan boshqa yana texmo ko'p odam kuchi tashkillab Kaliforniya orli atrofidagi dengiz tavalligini kengaytirib, izlash orqali dengiz suyining chiqish eg'izini tepish nisbatini oshirgan. Tayyorlik xizmatlarini ishlab bo'lgandan keyin tadqiqotchilar 160 kilogram parqiroq donchini Katavafis o'nkirga to'kib, 2 yil ilgari sizib chiqqan dengiz suyi tuz tarkibining o'zgarish yo'l xaritasiga birlashtirgan. Qolgan kishilar parqiroq sharchining eqish mumkinchiligi bo'lgan yo'linishlarni ching tutib iz qo'llagan. Baxtga yarasha ular tajriba boshlagandan keyingi 14-kunida kishilar orolning yana bir tarafidagi Katavafis o'nkirga tuz siziq bo'yicha 30 necha kilometr kelgan dengiz yoqasidagi Merisani o'nkiri deb atalgan bir joydan ilgari to'kiyotgan parqiroq donchining izini bayqagan. 16-kuniga kelganda o'lchab chiqarilgan parqiroq donchining miqdori eng yuqori pallaga yetgan. Tadqiqot atriti dengiz suyining eqish sur'atiga birlashtirib, parqiroq donchilarning haqiqatan ilgari Katavafis o'nkirdan to'kilganligini isbotladi. Uning asosan o'tib dengizning sirliq tegi yo'q o'nkirning sirmi rasmiy yechilgan. Katavafis o'nkirlari bilan Merisani o'nkiri
dal bir tutashtirgichni tashkil qilgan. Katoufis o'ngirning dengiz yuzidan egizligi Mirisani o'ngirdan egiz bo'lgachqa, dengiz suvi birdan kirib, birdan chiqib turadi. Ammo bu ikki o'ngirning oraliqi bir qadar yiroq. Uning ustiga dengiz suvining o'tir dengizning sirtqi qismida aylanib turishiga ergishib, o'ngir ichidagi eqish jarayonini kishilar bayqay olmagan xolos. Amaliyotda dengiz yuzida shunday yo'q o'ngirlar bo'lib qolmasdan, dengiz okeanlarining cho'nqur joylarida ko'lami texmi cho'ng bo'lgan nurg'un o'ngirlar bor. To'liqsiz statistikaga asoslanganda, Mariana dengiz jilg'isining ostki qismi har yili 30 million tonna dengiz suyini yutib o'tadi ekan. Shunga dengiz okean insonlarga nisbatan yana bir notanish va sirliq dunyo hisoblanadi. Albatta, bu yerda alohida ko'zda tutilgani cho'nqur dengiz balbig'i bo'lib, dengiz okeandagi nurg'un sirlar biz insonlarning asosida izlanishini kutib turmoqda.